Мәңлік яуы яңжы наваделік бейуштур селінған зәрлік мәйні ішмеген болса, чаугай қатарлық еттейлерінің калысын еута алам де, бұл әлем марк жүкіру оған кен тәң тұра алам де, дейді. Ondasa su buydanamlıq əsərdiki məməzmin qızqırған dosta, göncü qo'lib bir talaqs жүрген olanı bilib, filmning davomini qeyd qilinglar. Qissa qildi bayon. Endi buni qisqartib yig'iblar mandaliday. Bu yerki yangiga o beyushtur silingan zarlik mayni ichishning meningcha qilchi zurriyat yo'q. Chunki yangining kallasi azaldan sagak, azaldan saq emas buchu. Kallasi haqiqatan ishlamaydigan sal qapoq va su buydanamlıq əsərdiki birinci domilar bu. Nimish bundaq deyman? Birinchidan Muş vaqtning o'zida Yangining mavlud so'g'isini epmenishi Yangining kuyinki butkul istiqboliga ta'sir ko'rsatdi. Hayot mamatiga chetildi. Endi mushundaq ahvol ostida mana shu zo'r mavlud so'g'isini bu yer Yangi o'tgan yil bulinibdi-ku. Oshliqligini o'qib turib aran 15 odam bilan epmangdi. 15 odam bilan epmenish nihoyat xatarlik, chunki bu odam ya ozlamas, 4-5 odam bo'lsa-mu haqni deqini tatmaydi. Ya bir 30-50 odam emas. Başqalar tigaydisini qo'rqibchi, "Voy, men lashkar jiqga mayada qo'g'dab mangallar" deydekmemas. Ya'ni bu 15 odamning ichida 10 erkak ko'tardik. Boyliqchi qo'g'daydigan 4 odam bor. 4ning birisi hali qeyri ambal, to'qqa kelmaydi. A ikkisi suxanchi, o'rin eshak, jangga yaramaydi. Faqat bir yangi qoldi. A onu erkak ko'targan yerib, ichib ulay deb qoldi. Demak, bu ishda boyliq, manfaat nihoyat zo'r, oldigan foydajiq. Xatar oz. Demak, Yangi mush vaqtning o'zida bu ishni xato mo'ljarlab qo'ygan. Ikkinchi birisi bular mushundaq menib eng xatarlik odamsiz Vurinchudagi bir tog'liq rayon kirganda 7 nafar üstü 5 qavul bir qarslar bu jamiyat parasalik soqol bir üzüb ketgan, maydlarning tushdirmashda chiqirib qo'ygan, hammasini qashda bunda tavuzildiganda bir ayat oldi, xanjar va go'yla oltadi. To'xtab turib, bu ishli qaraqchi olmay nemo? Yangining birinchi qatim gumonlangan amaliyot to'g'ri emas shu vaqtimizda. Biroq bunda qarapaq buni gapsizini anglab, rost o'xshaydi dedi. Endi mana shu vaqtimizda bu chavgaylardan so'rgandan keyin, "Naydan keldinglar, nega borsizlar, nima ish qilsizlar?" degan vaqtimizda chavgay nima deb javob berdi? Biz Xovjodan yana hozirgi Anxoy, Sharq Ostoniga, yana hozirgi Xonanga chilan sotqilib mangdoq deb har bir qo'llar o'sida 3-4 tag'adan quruq chilan bor. Bu orliq qaranglar 400-500 kilometr kelgan orliq. Hozir balkim yuqori sur'atli yo'lda uningdan yaqin orliq bor, lekin shu vaqtimizda 500 kilometrdan kam emasga olishga tog' yo'llardan mangdi. Har bir odam birdan horvushtirib mangdi. Bir kunda necha kilometr mangala o'ylab qo'yinglar. 500 kilometrni 7 kishi kuniga 50 kilometrdan mangdi deyli. Bularningki yotoq yetish, tammoq bu bir talay chiqimi var. Bu qo'ta sesiq chilanni ataydan apas bir nech pulga satalar o'ylab qo'yinglar. Amaliyotda bu gap 5 yil chekmasmaydi-ku. Bu aniq ziyon chiqadigan soda. Qilch paydo qilinmaydi. Bunchilik jafo chekishdan qilch o'rin yo'q. Boshqa gumonliq gap. Biroq Yangi buni his qildimi, qilch his qilmadi. Aksicha hushyorligini tavallatib, bo'ptilar. Rast o'xshaydi dedi. Demak, birinchidan epmanga vaqtning o'zida xalqning gumonini qo'zg'aydigan, lekin mudofiasini ojiz oltirmagan. Ikkinchidan, mushunchalik ishning tigiga yetolmagan men Yangi. Demak, Yangining yuziga as. Yangining yuzi kalva. Xo'p bo'pti desak bo'ldi bunchu. Yangi yuzining o'lmaginiga olinib bug'zlatmaganiga xo'sh bo'ldi amaliyoti mushada. Endi tushuninglarmi? Tushungan do'stlar, yo'lovchiga ko'z qarashinglarni qoldirib qo'yinglar. Rahmat.